电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdarliqdagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. L'amor, l'amor, tato, toriano, toriano. L'amor, tato. Bravo. Senin en ahırki tanlışın. Барлық ұстазларның e'tirof qilganiga rahmat. Men kelishdan burun ko'nglim kelgan Bir malum ba. muallim Bati. Aygul muallim. Naqsha, ovoz, talant mujassimini sahnimizda ko'rdik. Hozir oldik, shodlandik. Ustozlar bilan birga sizni guruhlarga talashdik. Aygul ustoz yetakchiligidagi Yashin guruhida o'z talantingizning yanimi chaqnaydiganligiga ishonamiz. Keyingi bosqichlarda sizga zo'r yutuqlarni tilaymiz. Mirzahmat sahnaga chiqqanda men o'zimning qulig'imga ishonmayli qoldim. Chunki bu bir Bezitning fransuz tilidagi Carmen degan operasidan ariya. Bezitning asarlarini o'rnash oson emas. Bu bir xalqaro saviya. Fransuz tilida naqsh aytgan vaqtimizda biz nurg'un qiyinchiliklarga uchraymiz. Mirzahmat mushu qiyinchiliklarni yengib turib, shunchalik chiroyli o'rnatdi. Mirzahmat Yashin guruhi sizni qizg'in qarshi oldi. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhiga tanlanib kira oladi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Qaynoq hissiyot, o'tliq nafaslar mujassamlangan Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasi davomlashyotdi. Bir-biridan qobil mahirlarning naqshlariga jo'r bo'lib keldik. Biz har qaysi ustozlarning guruhiga tanlangan sarxillarni eslab o'taylik. 注定闭上眼睛想起你的情 Ah Anarhan canım Anarhan. 像天空一样坚强 Ümidi yürek vay bu desidi yürek. Padişah Pazmone Yıkanılan çölleri de muhabbetini Kalbin sesi Kalbin duman Kalbin消息我要用爱让你忍住分割过后就张开双腿闭上了双眼远方离我只有一步之遥 Yüreğim şadlıktın, şadlıktın bek yirak 牧场的草堂，鲜花盛开。 Nur ketmeydi andın yüzünden 各位老师好啊，我是来自新疆乌鲁木齐的一位选手，名叫玛瑙。刚才演唱的歌曲是来自王杰的《安宁》，谢谢老师。我个人觉得非常完美。你第一句唱出的这个音色，音色好听啊，而且是特别稳。
所以我就对你转身。多话不说，欢迎加入到我的队伍，一起努力。别的就不听了啊，直接到了。好，这个4个导师都愿意让你加入他们自己的这个队伍，你最后的选择？我最后的选择是阿布莱提老师。欢迎。 Mana bular Toshqin gruppasining har millat o't yurak navokashlari. Yana qaysi o't yurak naqsh shaydolarining maartidan zoq olamiz? Diqqatinglar, Video Yipak yo'li sadosi programmamizning davomida bo'lsin. Adaş tiran acep yaxşı qapta. Adaş men çöp her videonun bir yürüyüş kırım buyumları işiltatdım. Aşta yaxşımıka? Bek beyzikə. Adaş man birini əkeldirib berən, mən işiltib baqay. Maqula, sen bir yürü soğuk qılaycı. Buldu adaş. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algaç Passisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Mecnun Tal degan naqshni tanlay. 大家好，我是你们的朋友麦克里尔马尔丹，来自博尔塔拉。Yaxshimsizlar, men Börtlardan kelgan do'stinglar Mehlar Mardan bo'laman. Ipak yo'li kelgan maqsadim bo'lsa, birinchisi cho'nglarniki qo'llab quvvatlashi hamda o'zimning mushsanda naqsh kasbimda to'rt ustozlardan yaxshi bir ta'limlarni olish uchun bu sahnaga keldim. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Eytip birey nakşanni. Hep kaçmasın şok şamal, şok şamal. Eytip birey nakşanni. Hep kaçmasın şok şamal, şok şamal. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal.
Bu güzel Nuruz'da baharda Mundi şayli Mecnun tal Levlerini uzatma, uzatma Süzü külçek Livige, Livige Gündeşligim, gündeşligim kilidur Şamallarının sözüge, sözüge Gündeşligim, gündeşligim kilidur Şamallarının sözüge, sözüge Ay Mecnun tal, Mecnun tal, Mecnun tal Sözlerimge kulak sal Bu güzel Nuruz'da baharda Mundi şayli Mecnun tal Ekme, haqiqatim saqlamda alsam yüzüm yaman juzulgandek echib ketip bardı. Qanday qilsam bo'la? Muşun şıltpaka, Peredionun yüz mazgı peymağı. Muşunda jüyse alam keyinde saqlanı evitse. Oşundan yaxşı mı ki? Yaxşı mısın ben işiltemden? Nasıl ekile? Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 表达自己感情方面比较拘束，这个很紧张，他们这个歌词的气氛和这个日记的那种这个歌唱方式紧密的联系到一起，有一点脱节。对。Yaxshimisilar ustozlar? İsmim Mehliyor Merdan, o'zim Börtlardan bilaman. Mehliyor Mecnun tal degan naqshini umda o'ginibsa, saqam. Undan aytding. O'zing qandaroq his qilyapsa? Yomon emas. He, naqshini qandaroq aytding? Ozroq qayg'ayoldirim ba. Baba. Eliqi sizlarga vaqtmi uzun etdigandan kechgacha turib shu ovozing mishay kel desang kegilmayotgan bir ish bor. Ozroq bosh qurilmayotdi. Charchash bor. Bak charchagan vaqtida shunda gap anglamaydi shu odamning ovoz pardasi. Hey, bu ishda ozroq afsuslanarlik bir ish bo'lib qoldi. Lekin menimcha bak cho'ng ish emas. Mushu naqshini mush saniga elib chiqishni maqsad qilgan ekansa, bugun muvaffaqiyatli qoldi, elib chiqdi. Buni onadan bilgan bo'lsam, nurg'un adam bildi sening naqsh aytganingni. Bu Mehliyor degan bola bunda naqshchi bo'likke deb uqdi. Birdan bu ish kengaydi. Tajribalar mo'llashidi.
Qanday bo'lib Majnuntal degan naqshni tanlab qolding? Bu naqshni men o'zim Amroq. Bo'pti. Sen u naqshga amroq bo'lgandan sana men 1% berey. Qanday deysan? Rahmat ma'lum. Lekin sen bu fursatga erishgan bilan yana tayyorlik qilishing kerak. Tayyorlik qilib, mush ma'lumlarningki bolalar bilan bir qatim musobaqa tushib, uningdan birini yengib o'tishing kerak-ku. Qayerdan bormi? Qayerdan bor? Rahmat ustoz. Sahnimiz raqobat sahnasi, fursat sahnasi. Gerçi ustozlarning moyilligini qo'lga keltirolmagan bo'lsaqmi, ammo bizda haqiqiy talant bo'ldikan, sahnimizda yana fursat bor. Sizdagi talantni Abdulla ustoz bayqidi, ham sizni Tavideo gruppasidagi sarxillar qatoriga qo'shdi. Oson qo'lga kelmagan bu fursatni chin tuta olishingizga ishonamiz. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Tavideo savdo cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa-mu 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. O'tgan kunlarni bir anglaylik. Kunlar. 大家好，我是伊利亚斯巴哈提亚，来自乌鲁木齐。Yaxshimisilar aziz ko'rurmanlar, men İlyas Baxtiyordan minglar salom. Men Urumchidan keldim. Meniki Ipak yo'li qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki ortiqchiligini joriy qildirib, kamchiliklarimni to'ldirib, mush ustozlardan yaxshi ta'lim olish. Bugungi kun kelganda 5-qaror Parideo Ipak yo'li sadosiga qatnashib, o'zimningki texmo alayliklarni joriy qildirish maqsadida bu programmaga keldim. Eslab qaldim o'tgan kunlarni, birga o'ynab kelgan bog'larni. Eslab qaldim o'tgan kunlarni, birga o'ynab kelgan bog'larni. Kechki shafaq o'rab jahonni, unutolmadim shirin chog'larni. Ay, kechki shafaq o'rab jahonni, unutolmadim shirin chog'larni. Chin muhabbet muşu deb ko'rsatdingmi? Muhabbet hem söygünün azabını, shirin kunlarni
Geçerler ara Kakkuk kabi Sen Zeynep'ni izleymen tamam Hagu derya Bağı buzdan değil Hitlerini izleymen canan Hagu derya Bağı buzdan değil Hitlerini izleymen canan Mana şundaq miskin bu köngül Sen bolmagaç yalğız men hamman ey Yaşasam bilen mendeki arman Yaşasam bilen mendeki arman Adaş özün yalnız nim görüyorsa? İzdeştin kino görüyordum. Peyz kinola var mı ki? Peyz kinola deysen biz çıkan Perido İpek Yol Sadası mı şunun içinde Abla ben? deymemiş de peyz neyse ben tüyeceğim kımamsa deyme. İzdeş dep izdigine. Buldu daş rahmet ha. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi.它的歌词呢，抒情的成分啊，抒情成分还是比较强的，有自己的一种风格，可是呢，他的感情还没到火候。再能够放开一点就好。啊。 Yaxshimisilar, suyumli ustozlar. Men İlyas Baxtiyor Urumchidan keldim. Ham ona yurtim, G'uljiniki. Tikas sizning salomini yetib keldim. Rahmat. Hozir Urumchida. Hozir Urumchida. Nima ish qilyapsizlar İlyas? Hozir shu kechda shu mushkasb bilan shug'ullanaman. Naqshchilik bilanmi? Kechda ancha-muncha shunda naqsh etgan yerlarda naqsh etyapsa, Ondan başka üne kesip yok. Gündüzü hem de ticaret işleri bilan ancha-muncha shug'ullanib kichik olsun mu? Ticaretten çok kichigi yok. Şu alem shumbul cho'ng pul topgan odamlar shu ash kichigidan boshlagan. Sen bu yomon jiq pul topib ketsa o'zing bilmaysan. Rahmat. Xo'p, unda bo'lsa bizning bek xush bo'lgan bir ishimiz shu o'g'limizga Ayşegül Ma'lum ig bo'ldi. O'rindiq aylantirdi va o'zining guruhiga qo'shilganligini bildirdi. Shuning uchun biz hozir bu yerda biz maqsadimiz Ayşegül Ma'lumni jiq bu yerda gap qilib avar qilish emas. O'tgan kunlar degan naqshni aytib bergan mush bolamiz shu guruhga berib o'z ishini davom ettirgay. O'tgan kunlar nomli naqshingiz bilan qalbimizga izgu tuyg'ularni baxsh etganingizga rahmat. Ayşegül ustozning moyilligi naqshingizga bergan bahodir. Sizning ham izdash guruhida yangi natijalarni qo'lga keltira oladiganligingizga ishonamiz. İlyas Baxtiyorning ovozini kam uchraydigan erlar yuqori ovoz, ya'ni lirik ham yuqori ovoz tusi kiradigan bir naqshchi va o'zining o'ylagan maqsadlarini ovoz orqali yetkazishdan iborat, o'ylag'ini va ovoz hammasi bir joyga kelib shunaq ijro qilish mahorati bor ekan. Buningdan pishqan va ko'p naqshlarni aytib va bishidan xili issiq-sovuq o'tilgan bir naqshchidek qilib turdi. Chunki bu naqshchilik bishimizda o'tgan tajribalar bilan ijroimiz chiqadiganligi aniq. Şuna naqshlari va ijro qilishdagi mahorati meni qoyil qoldiq uchun men o'rildim. İlyas Baxtiyorning izlash guruhiga va mening guruhimga kelganligini chin qalbimdan qarshi olaman. Men
tercümani devlet ortak dil yazığı ügünüşteki en önümlü detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iqtidarlık. İzdaş kirgizgüç, kolaylık ve köp iqtidarlık. Tercüme iqtidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Öz əcri bilan hayati kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemeklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tebobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yanaq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yanaq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkım g'amida. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlarga tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'o'lliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Voljadan kelgan Akuka qeyrindosh Bilal bilan Jaloliddin sizlarga sig'inishli o'tliq salom. Salam. Rahmat, rahmat. Ballarımız acayip çıraylık bir. Bu işkinla qanaq olmayna. Birdiş pas da bu da yaxşı ya. Bu tekstim şundaq çıraylık bek güzel tilla bilan. Ondan bu tekstga moslashib muzikasım şundaq. Tekst muzikani aytib bir butun bir gavda şundaq bir yerga kelibdi moslashibdi bek. Arzidi manga mak yaxshi ko'rdi. Ana lekin bu alt ishkanlar ayliq chiroyli ovoz tuslaringlar bilan shunday puroqqa boy es tuyg'ularing bilan bu naqshni aytdi joyida. Go'zal, bak chiroyli naqsha shunday huzurlandik rahmat sizlarga. Bu asar manda qarsam dolan uşaq bədilləri. Shunday. Dolanınki xarakteri var. Bulama canım Şinjan otellerge berip hel uzun yügendim ben. İşki golculuk güzelden o kemedi koş gitmen. Sinan Merlanlık ballar de. Otellik durvaganda. Dostlar. Uşaqlarda da oynaydigan, oynaydigan. Yaş ballı dostlar. Biz sizlerden kütmeydiganlar bir naqsh bo'lib chiqibdi-ku, ma Bilal Jalollardan chiqib qolar deb o'ylamagan. Naqsh endi sizlarning ijodlaringlar bor, biz anglab turmiz. Shundaq meningcha mustaq dadil-ku. Voy deb qag'dak ishlarni davomli qilib turishini umid qilaman. Shunday bo'lib chiqibdi. Bu taqdim etishni aytdi, joyida bo'ldi. Shunday chiroyli, shunday go'zal naqsh bo'ldi. Rahmat tukullar. Hamıgaysizlar. Texmi yaxshi bugungi dema katta ağlarni ishlaydi deb başında işinimiz biz sizlarga. To'g'ri. Rahmat. Davomli ipak yo'lidagi bo'ladiki ishlarning ovoz bo'lishini, har qaysi ustozlarning tindan salomat bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Aman bo'lalar. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pay Video Sodi chekli shirkati programmamizning tojdorligini oldi.
Bu programımızda rayonumuz yeni taratqu sahasida uçqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali alohida talab qilgan. Rayonumuz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'ulluq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamızda Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika chekli shirkati yaqindan yordam bergan. Rayonumuz yeni taratqu sahasida uçqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali mayirlarga omad tilaydi. Hamısı oblat ma'lum. Yana birini e'lon qilib, omdan e'lon qildi ekan. Ha, unda olsa yaxshi ko'rmandan anglaymiz. 大家好，我叫 Enver Ablaydi, 来自沙州县。 Yaxshimsizlar, televizor ekrani oldidagi barcha aziz do'stlar, men Yakan Naysdan kelgan Mayir Anvar Ablat bo'laman. Mening bu san'at yo'liga, naqsha sohasiga qadam qo'yishimga asos turtkiga odam bo'lsa, mening dadam deb o'ylayman. Chunki men kichigimdan tortib dadamninki yetaklash ostida naqshlarni o'rganib, dadamninki aytib bergan naqshlarni ko'p anglab, kichigimdan shu naqshaga o'tda qiziqish shu chog'da menda paydo bo'lgan. Undan keyin cho'ng bo'lgandan keyin garchi dadam yo'q bo'lsa-mu, opamninki meni qo'llash ostida men mush o'zimning yoqtirgan kasbimda oliy maktabda o'qib, mush kasbda bilim ilyapman. Mening bu 5-qara Ipak yo'li programmasiga qatnashishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimdagi ortiqchiligimni joriy qildirib, kamchiligimni mush ustozlar orqali kamchiligimni to'liqlash. Shu maqsadida Ipak yo'li programmasiga qatnashdim. Musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men bundan keyin to'xtab qolmayman. Mush sanada o'zimniki iqtidorim to'liq joriy qildirib olsam, shu men uchun eng cho'ng natija deb o'ylayman. Gözlerimden aksın o kan yaş, seni bar dep bir gam yürümen. Gözlerimden aksın o kan yaş, seni bar dep bir gam yürümen. Barcha dardga beraman bardosh, chunki seni yaxshi ko'raman. Barcha dardga beraman bardosh, chunki seni yaxshi ko'raman. Söymesen mi meni tindildin, senden ümit üzme yürümen. Söymesen mi meni tindildin, senden ümit üzme yürümen. Aldısan mı meyli seni mengü yaxshi ko'raman. Aldısanmı mayli aldığın, seni mengü yaxshi ko'raman.
Aylab yillab ko'rmasam mayli, suratingga qarab yuraman. Aylab yillab ko'rmasam mayli, suratingga qarab yuraman. Chin ko'nglingni bermasang mayli, tabatga seni kutaman. Chin ko'nglingni bermasang mayli, tabatga seni kutaman. Asli vaslim qurib kesimi, shahu bishim ko'kka yassimi. Asli vaslim qurib kesimi, shahu bishim ko'kka yassimi. Senin üçün cinim kessimi, seni мәңгі yaxshi ko'raman. Senin üçün cinim kessimi, seni мәңгі yaxshi ko'raman. Senin üçün cinim kessimi, seni мәңгі yaxshi ko'raman. Seni мәңгі yaxshi ko'raman. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam şundak bula, dep bulab haşak uçkende. Yığızda açsınızda mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Sertan algı tiş pastasını bilemsiz. Sertan tiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tiş pastasını her birinlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang, qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvim momam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dulkan obeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi.
ichayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi bargancha yashirsiz. Dilkan No Beijing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saplangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan video bo'lish kerak. Video erlar yurishligi. Video. Yipek Yolu Sadas programmasının qabil yetekçisi, Şinjan San'at Şöyenining o'qituvchisi Oygul G'ulam muallim naqshiga shayda ovoz ilmidan sistemlik tarbiyalanishni istagan san'at suyar kursatlarga tarbiyalash kursi ochdi. Dars 12 ayning 1-kunidan boshlanadi. Qiziqchilar vaqtni ching tutqaysizlar. Sertan algaç bastысы qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个歌呢是个流行歌曲啊，这个本来是可以非常好，唱得非常好，他比较紧张啊，比较紧张以外呢，他对这个歌词表达能力上有一些这个疏忽了。 Yaxshimsizlar ustozlar. Men Yakandan keldim. Ismim Anvar Ablat bo'ldi. 124 yosh. Anvar inem. Mushu seni shunda yaxshi ko'rma degan naqshni kim yozganligini unutib qoldim. Mahmudjon Mahmud akam yozgan. Ha, to'g'ri. Shu o'zidan shuning ovozini anglab ekanman rost. Tekstni o'zi yozadi va tekst, muzikasi, akkord tamisi. To'g'ri, to'g'ri. Anda deyishimda qara. Shuni yana senidan so'rab baqdim-da, bilmay aytdimki deb. Mahmudjon ma'lumingmi, do'stingmi? Bir yurtliq bo'lgan-kin hamda yaqin o'timiz aka-uka. Kasbda yo'l ko'rsatib boshladi. Mahmud akammi meni o'quvchim. Ash balımı burun müşraslı qatnaşqan, musabaqa qatnaşqan. Onun nurgun ahanları var, nurgun tekstleri var, özü yazıp, özü eğitip ne qildi go. Şunu isin qisab qo'yay dedim de. Bir kichkina adamningki ko'ngli yerim bo'ldigan ish bo'lib qoldi. Bu ishni sen to'g'ri tushungin. Ko'ngling amma. Hech qisi yo'q. Ha. Siz xilib bag'irkan bo'lgansa. Siz bizda o'qiysiz-ku? Musiqa ma'rifida o'qiydi. Hozir shu maktabdami? O'qiyapsiz. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Hozir 4-yillik chiqdim. Endi chiqsiz 4-yillikqa. Shu maktabda ko'rgan musiqa ma'rifida. Boshqacha naqshlarni ayta olasizku? Aytaman. Sizlarga naqsha dars o'tyapotganda? O'tadi. Siz qaysi ma'lumga bilangantingiz? Men Ahmadjon ma'lumdan dars olgan. Ahmadjon ma'lum bilamdan men qatnashganingda? Oldinqidan bir degandim. Ha. Chiq bilmaydi lekin. Ha, qaysi naqshni aytishni masalasi sanmadingiz shundaqmi? Salgan o vaqtdan boshqa naqshini bizning qilgandik-ku. Anodan keyin ma naqsh tanlanib, shuni har xil sabablar tufaylidan degina. Har xil sabablar tufaylidan keyin mush naqsh tanlanib, mushni aytadigan bo'lib qoldi. Mushu bu qatam jiq bolalarımizga mushu bir har xil sabablar noiti ta'tir kelib qoldi. Biz buni noiti to'g'ri tushungan ahvolda ma'lumlarning sal o'qira yigizdek turdi. Sen asli shu o'zing tanlagan naqshni aytgan bo'lsang, qancha yaxshi-da. To'g'ri. Men bilganman o'zim bir jiddiylashib ketib qilib, toz yaxshi nima qilolmay qolib qoldim.
kelar qatim sahnalarga chiqqanda asta-asta yaxshi bo'lib ketadi. Ishim bo'lmaydi. Taxi maktab qo'ynida ekan, yoshmi taxi yoshgan. Ham shu Urumchida o'qib o'tibdi. Bundan keyin cho'qim fursatlar bor. Bizning o'rilmay qilishimiz faqatlam naqshchiga yo keraksiz. Har xil sabablar tufayli. Har xil sabablar tufayli. Hargiz reklama nachar aytilgan bizning undaqa qarash yo'q. Shundoq chiroyli bo'lgan qisman bir talablar ashta yetmay qoldi. Shunga mencha bu bir yaxshi bir isil chiroyli mana cho'ng bir sahnada mush bir naqshni tunji qadamda aytib bir azdir ko'pdir tajribalar bo'lsa bundan keyingi taxsil yashamasmi endi bundan keyingi yo'llaringizda bu mushu bir cho'ng bir yana bir ilgirlashga bir turtki bo'lib qoladi mushu bir sabablar. To'g'ri. Biz yanami yaxshi sahnalarda yanami yaxshi natijalar bilan bizga bir ko'zimizda ko'rinadiganiga biz ishimiz ma'lumki. Shuni ovozingiz bak yaxshi ekan. Ma'lumingizningki endi amacha ma'lummi bo'sh ma'lum emas. Ayni vaqt muqam ansambl ariyatga ilib, Beyjingga apirib, rak muqami bilan mushu Panjiga muqamni o'yin qilish qatnashgan ash ikkili muqamda amacha ma'lumning ovozi bor. To'g'rimi? Shunga ash ma'lumingizning taklifini, maslahatini olsangiz o'ptike. Olgan bo'lsangiz. Yo, optika. Maslahatni optikan. Har xil sabablar tufayli. Endi bundan keyin shu ma'lumlaringizning taklifini olib turingizmi? Lekin bak yaxshi ovozingiz bor ekan. Ma'nimi tani olmasak bo'lmaydi. Shu bizning mushu musobaqa qatnashgan bolalar qo'ydigan talabimiz nima desangiz, iloji bor o'ziga eng puxta bo'lgan. Sen naqsh aytisizlarga 4 yil jarayonda bir talla naqshiga eslib qolmay, ash 4 yil jarayonda o'rgangan nurg'un naqshlar bor. Shularni eng pishiqini eng uzoq vaqt aytganni mushu sahnaga chiqsanglar, ham o'zinglarni rohat eta olasizlar. Qancha qo'rqqan bilanmi, bizning badanimizningki Aşa əslaş iqtidarı var. Qancha ko'p mashq qilgan sir bizning badanimiz, aşa bütün terlarimizni tat muskullarimizcha aslab qoladi. Andan vutaga chiqib, kunbay bo'lib ketib, bütün unutib ketgan sharoitdami, yana chiqa olaysizlar, ayta olaysizlar-chi, aşa mashq yaxshi bo'lsa. Ashtaq bir asarlarni olib chiqqan bo'lsanglar, biz baxo'sh bo'lardik. Bo'pti endi. Kim fursat bo'lar? Chiqay deb. Ya, o asar bo'lgan bilan boshqa 4 yildan nurg'un asarlar bor qo'ydi deyman, 10-20 oz deganda. Har xil sabablar tufayli aytib qo'ygan. Tushundim. Mayli saqam, ishim bo'lmaydi. Biz bugungi ishni bizning bir olg'a ilgirlash yo'limizdagi bir boshlanish nuqtasi, bir tajriba bo'lib qoldi. Har qanday bir toza ishtik yurganmoqchi bo'lsak, keynimizga bir dojib mamizg'o. Sen bugun dojidang deyli masalan. Lekin men sana bir fursat beray qara. Bek yaxshi bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Jenim tikib qo'ydim mush bola. Har xil sabablar tufayli. Men sana bir fursat beray. Sen buda ash ma'lumlarga chaqchaqma qilib qo'yding bolalarga. Bularning talablarini apirib Üzəngning har xil sabablardan shug'urib bir yaxshi bir u amal tepib üzəngə tushadigan, texmi üzəngni faxoy qila oladigan naqshdan birini tayyorlagan, uni yana boshqa juzun urlashtirdi. Keyingi navbatda sen oldi bilan boshqa bolalarga selishtirganda bir qatim musobaqani ortiq qilsa, ustib olsang, mushu 4 ma'lumning birisini guruhga kirib ketsa. Bo'ldi ma'lum, ishonchim bor. Men yaxshi bo'ldi mana. Ben şu başlıkla iltimas kılma. Aldı da seni ben bir... Naqşingizni bunu bir yaxshi ko'rdim. Gerçi ustozlar o'rindiq aylandırmagan bolsa-mu, mana shu sabab sizni Abdulla Abdurim ustoz boshchiligidagi Video guruhining sarxillaridan bulush fursatini berdi. Buni Abdulla ustozning o'tkir ko'zlarining sizni bayqiy olganligidan ayirib qaramaymiz albatta. Sizning ham bu fursatni qo'ldan bermaydiganligingizga ishonamiz. Ama yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limli adash dersen. Mana bu Yangi Nur şirketininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ikkini vaqt kemenak ta'limga bir narsa ishilta adash. Sertan Alga ish bosqichi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biofan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ben ilan kılıyorum ya. Seven üzümde. Tabiha Havuz'daki karşıda Abdülveli. Yakşımsızlar köpçülük ismim Abdülveli Gopur. Hazır
Taşkentlikler doktorluk kesibide aspirantlıkta okuyatıman. İpek Yol Sadası programması başlanğandan buyan bugün şu 5. qarağa kelgiçe ben her bir san programını nahayetli yaxtırıp hem toluq görüp kelyapman. Naqş yetişib kelsek, naqş yetiş men üçün elip aytqanda özümnің doktorluk kesibiga o'xshashlar nahayetli moyum hem ishkilisine o'xshashlar shunda yaxshi ko'raman. Men birinchi qara İpek Yol Sadasıga qatnashgan vaqtimda shu naqsh o'qishga doir bilimlarimning yetarli bo'lmasligi va naqsh yetishdagi mahoratlarimning to'liq bo'lmasligi tufayli ustozlarning o'rindiq aylantirishiga muyassar bo'lolmay qoldim. İpek Yol Sadasıdagi ustozlarning tarbiyalash ostida mening naqsh yetish jihatdagi ortiqchiligimni yana bir balda kasbiylik ko'tarishni maqsad qilib bu qitimliq İpek Yol Sadasıga keldim. Belkim barça seven özümde pırağında kuygenligimde şadlığımni sana bağışlap azabınga küngenligimde şadlığımni sana bağışlap azabınga küngenligimde seni asli vapalı kızda bana yalgan kılmaydı sözde seni asli vapalı kızda bana yalgan kılmaydı sözde Leyli Mecnun'dek bizde şiirin hıyal sürgenligimde Huddi Leyli Mecnun'dek bizde şiirin hıyal sürgenligimde Yaman diken eldin ağrını Otundu sevdağa aylinip Yaman diken eldin ağrını Otundu sevdağa aylinip Sırlarım senden ayrılıp Puşaymanda bilgenligimde Sırlarını senden ayrılıp Puşaymanda bilgenligimde Sırlarını senden ayrılıp Puşaymanda bilgenligimde Yaman diken eldin ağrını Otundu sevdağa aylinip Yaman diken eldin ağrını Otundu sevdağa aylinip Sırlarını senden ayrılıp Puşaymanda bilgenligimde Sırlarını senden ayrılıp Puşaymanda
bilgenligimde sırlarını senden ayrılıp şaymanda bilgenligimde Ne bo'ldi adaş? Qo'lda jon yo'q, kechda uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim adaş. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang bunda bir ichimlik olib keldim. Ma bu badamning ekan, ma bu yong'oqning ekan, bu kelisi yashin, quvvat ichimliklar ekan. Mushni bir ichib ko'rib boqamsan? Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 像这个流行歌曲很难唱啊，虽然很多人觉得流行歌曲很容易，可是呢，流行歌曲是很有感情的一些歌曲。 Hürmetli ustozlar, yaxshimisizlar? Men Qashqardan kelgan ismim Abduvali G'upur. Hozir tibbiy tosh kasallar bo'yicha aspirant o'qiyapman. Esel. Yıkadaş öyle mi? Hop, Abduvali bu nakşını eğitişte ben bu başka event tapamadım hem de. Çoğun çatak var mı ki desem çoğun çatak yok. Bu çatak ne? Bu nakşa Abdullah sen aytgan nakşa. Sen aytgan nakşalarning ichidagi mu xeli ig'irligi va vazni var. Bak chiroyli, bak lirika shundoq go'zal bo'lishi bilan birga biroz ovoz doirasi kengri, yuqori avj bilan tuvan tarafini sal tuvanga yo'tkisang tuvan ovozdan qiynalsa, sal yuqoriga chiqib baqsang yuqori avjidan bu shunday ovoz doirasi xeli bir kenglikka ega bir naqshcha bu. Qiyinlik darajasi xeli bama naqshniki. Men mushu nuqtadan turib bu inimni xili yaxshi ijro qildi deb o'yladim. O'ylab shu bosman deyman, lekin shu bir pishmagan, to'lmagan bir yerlari shu bir o'lcham qilib turib qoldim. Ammo mencha bu naqshiningki o'ziniki eg'irlik vazniga nisbatan bu inim xili yaxshi ijro qildi. Men bu odatga naqsh emas deb qarayman men. O'zimning qarashi bu xili vazni bor, xili qiyinlik nuqtasi bir naqsha bu. Ama naqshining munda bir yerlari bir uşaqlıqı əgitmələri xələ naqşamaları var. Şu yerlərdə bəlkə ehtiyat qılmaq gerek ki, şu bəzi naqşlarını qaranglar. Bək yılqı həmmədən bir yadılıb ketken yoki ölçümünü yuqori qoyub alған naqşlarını musobaqaga elib chiqishmi sal ehtiyat qilgan bir ish. Chunki u inchik halqalarga vaqtcha bilgandan keyin sen shu bo'yicha talab qo'yib turib olish mumkin. Endi odam bilan odamning bu ovoz pardasiga odamning badandagi yomon nozik oson gap anglamaydigan bo'lib qolgan bir narsa, kichkina zukan bo'lib qolsa gap anglamaydi, azroq tomoq egizpas bo'lib ketsa gap anglamaydigan narsa, u odam bilan odamning hamma tarafdan masalan bir naqshni 100% yaxshi o'xshash qilib talishi mumkin bo'lmag'achqa, yana ba'zida shunday bir xil talablar qo'yilib qolibdi. Har qaysi ma'lumotlar qo'shilsa, men bu Abduvali inimizga bir fursat bersam, Hamisa Abduvaliga bu fursatni beramiz. Suyimlik doktorlarımızın içidimi naqshi şeydalari bo'lmaydi deb kim aytadi? Gerçi ustozlarning qoyilligini qo'lga keltirolmagan bo'lsangiz-mu, barchamiz sizga mayil bo'ldik. Kutgunimizdek Abdullah Abdurim ustoz sizni Parvideo guruhiga tanlab oldik. Bu guruhga tanlanganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material, mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat, hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sargisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun
sizga tavsiya qildim. Gogo Xungli. Мен har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün avrishga elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Taşkından başlanğısı. Taşkın aqsil talqanlari. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam shundaq bular. Deb polab hajab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombiri saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Ben Elisa Payne. Sigara neticede İbrahim hayatımda kino filmlerdeki rollerini şu obraz bulup oynayıp geldim. Bir sınap gerek. Elbette okşaydı ya. Bakılmayın. Hemmisinin acaba okşap gidip ta. Bunun da çokum bir gep var. Kaydo. Vah! Kaydo yürüyüş tetikçisi bolsa, kimning tamoq okşamasa, kimni ahmaq qilsizlar? Kaydo tetikçisi bolsalar, taomlar alomat okşaydi. Kaydo yürüyüşlük tetikçilari. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq mahsulotlari va tartuq yürüşlük kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi.
4-nji derejlik mukopatga erişken mahirimizde Beijing Taşkın Halkara Pay Kontrol Güroyu 60 000 yuan kıymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Elbette 5-nji boğan mahirimizge mukopat buyunurumuz ba. O bolsa 5-nji derejlik mukopatga erişken mahirimizde Şinjan Yingnur Biopen Texnika çekili şirketi 10 000 yuan kıymetideki altın mikrofon bilen tartıqlaydı. Bizden bu mukopat buyumlarımızga erişimi ergiz asan emas. Şonlaşqa mahirlerimizden mana şu katta imtiyazlarımızga eriş üçün davamlıq tirişçilik göstərişini, özden en yaxşı altını bu sahnede namayan qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qarasam, 我的心里只有你没有他. Muşnaqshni anglab baqayli. Bo'ldi. 大家好，我是马一诺买卖提名，来自沙浙县。Köpçülük yaxşımsızlar. Ben Mahinur Məmtimin. Yekin Nayisi Yingostan Başlangıç Mektebining muzika o'qituvchisi. Gerçi muntizim kasbda tarbiyalanib baxmagan bo'lsam-mu, naqshiga bo'lgan o'tdek ishtiyoq meni bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga boshlab keldi. Mening 44 o'quvchim bor. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashish orqali mushu 44 nafar o'quvchimga odam tirishchilik ko'rsatsa, hamon orzusiga yetadi degan bir hukmni bildirib qo'yish hamda ularga ilhom madad berish ölgü buluş maqsadida. Shundaqla ustozlardan yaxshi ta'lim elib, o'zimni kasbiy jihatda taraqqiy qildirish maqsadida bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga keldim.
我的心里没有他，我的心里只有你没有他。我要相信我的情并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。Şu kolam iki potlik tartık kolaları battı kim bile için okumay turup kettim qara. İşte ikimiz birleşeceğiz. Naqlib ketdim. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 这首歌唱得非常好，可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位啊，非常到位，感动了很多人。 Ekran oldidagi do'stlar, hurmatga sazovor ustozlar, men Mahinur Mamtimin. Yakan Naysdan keldim, o'zim bir boshlang'ich maktab muzika o'qituvchisi. Rahmat. Naqshingiz bak yoridi, muallimlar qardingiz, hamma muallim ilgari keyin bo'lib siz uchun o'rindiqlarni aylantirib o'tadi. Muzika muallimi ya? Maynur mening balog'inam. Ayni vaqtda shu ikki masankan taq mashrablarni ratlab, o'zing nurg'un ijodiyatlarni shu yakan o'makdiki artistlarga bo'lgan vaqtida shu Maynurniki akisi bilan ikkalanga Tosma meni maktabdan degan naqshni aytqandinglar. Shu vaqt Tosma meni maktabdan degan naqshni aytgan. Shu hammalar shunchalik ta'sir qilib ketgan, bizning maktabda degan shu MTV olamiz deb shundaq bir jiddiychilik bo'lib ketgan vaqtlar. Ham shunday san'at shu yangi birga imtihon berdik. Men uda 4 yil imtihon berib, aran o'tib kelgansan shu yerga. Shunchalik qadrlayman shunga deb. Maynur bu do'stimga men shunchalik havas qildigan. Endi dadisi shu yakan o'makda ayni vaqtda shundaq tongliq bir g'ijak chaldigan. Shunaqqa, g'ijak chaldigan akamiz. Onun için Maynur'un bir akısı var. Bu işgelen kündü keçaqsız restoranlarda naqshlarni aytadi. Kündü mashq bor da Maynur'ga. U balaning ayti nima? Mutallib. Mutallib mening saboqdishim bo'lgan, sana shu yanda Chonjanda o'rlash kasbida o'qigan. Men ma'rif kasbida o'qigan. Maynur Qashqarda o'qidi. Lekin hozirgacha aloqamiz qat'iy uzilib qolmadi. Maynur shundaq izlanishchan, shu san'atda men bir utuq qozansam bo'ladi. Men mushuning ishtiyoqida ko'ygan deydi. Men deyman, "Va, Maynur degan havas qilib o'makning ichida cho'ng bo'lgan, kichigida muzikalarni anglab, ilqi mayli usul jihatdan bo'lsin, mayli muzika jihatdan bo'lsin, ilqi anglamagan narsa qolmagan, ko'rmagan narsa qolmagan, shundaq kichigidan dadisi naga o'yonga borsa, yezi opirib kelgan shundaq bir talant bor-da. Usulni mi ashtaq o'ynaytamda? Usulni chiroyli o'ynaydi. Hissiyati bekli yaxshi. Akordionlarni shunda chiroyli chaladi, shunda havas qiladim ayni vaqtlarda. Mushu sahnaga kelganimda bek yaxshi bo'ldi. Cho'qim shundaq bir qiyinchiliklarni yengib, oldi qarab mangmisak, ba'zi vaqtlarda bir umrimiz ashtaq ketib qoladi-chi. Bek xo'sh bo'ldim adashlarning mush sahnaga chiqqanlardan. Ham shundaq ilqi joyiga Ücür-bücürlərə yetkizib, avazlarını qoyub, aytqanlardan shuna xo'sh bo'ldim. Endi men tekst jihatlardagi indiqlikda bo'lsin, qolgan jihatlarni biz mening guruhim kelsanlar asosda qavalimiz qag'ashlarni. Aygul muallimning aytdi yaxshi ko'ngildagi gaplarni qildi. Shunda olganda Aygul muallim siz oyoq qarab o'tganda haqiqiy ta'sirlanib o'rildingizmi? Insondochilik ishlarimi bor? Masalan, birinchi ovozini bilib olamiz-ku, qanday naqsh ekanligini. Şu çoğun yılları avazları şundak yaxşı düşkən. Qayrildim, şu mening do'stimga. Bu nayt yaxshilik. Altın üzük üstüge yaqut göz qo'shgandek ish bo'ldi siz uchun. Endi siz aytishingizni sizning shundaq san'at oilasida, san'at muhitida o'sib cho'ng bo'lgan, mana naqshni uzun yil aytgan, pishqan bir yaxshi naqsh ekanligingiz chiqib turdi. Hem de Aygül'ülen şu bir östen seni hop isken Şun talaşmanlar hadi. Bu östen ne? Östen bu. Kaç östen? Yakan deryası da. Bu Aygül
Qanaq? Ben yekenlik. Aygül Maliyem. Ben sizin şu Mevlan azdırdım in davamlı. Bunun Kumul'un geplerinden mektepteki savaqdaşının gibi mi ya bu? Yok, birli oynap çoğun olgan deydi. Aygül'ün gibi ben işendim. Birli oynap çoğun oldu, bir hop içip tadı. Ben Aygül malımını bazı Kumul'luk da oynap kalma kara. Ben hatalıç bilmem. Bu Derya'nın şu an tapamaya ketkeyelim. Ben toğumu yekenlik. Yeken. Kindik kınım yeken gakkan. Ma muqumup ketdi. Ondan işkanlarının bugünkü muşu ya da körüşkünalının yaxşı təbriklaş bilen birge menin gruppamı kelip davamlıq mağdağa yolunuza davamlaştırışınızda men şunu iltimas kılma. Senin gruppan kırsıma dostluğa tesir etmeydi demek. Bayı ustazlar degendek şu nakşını başlaştılar. Hakikaten cık pişkan, cık etkan. Kichigiden şundaq bir muhiti çoğun boğallığı mana men dep etkan nakşınınki tunji mısralarıyla bilinişti. Bu nakşı mı hemimizin kulaklarına bek cık sınıp ketken her xil eğitiş şekilleri ba. Cık adam köp xil şekilde etkan bir nakşı. Siz mana ayta özgüçe, özünüzge işenç qılgan asasına ayta temkin. Şundaq yaxşı etdiniz. Şunun için örüldüm gerçi Aygül bilen Yekken deryasının suyunu birge içip çoğun olgan bolsa ama Bay Mevlan enim degendek dostluğunluğa tesir göstermeydi. Eğer halısınız menin gruppamı kilan. Keyingi basqıçlarda biz birlikte. Tesir yetkizmeydiğinden boğucam tasar. Dostum bilen tamak yeşki deyişip koygan deseniz ruhsat berime. Derstin sırtqa vaqtlarda bezkəsiniz buldu. Lekin ben bunun qo'shlanmay qolaman. Meniki oxirida o'rlib qilishimda hargizmi sizdan qobiliyatingizga gumonim yo'q. Naqshni oxirigacha anglab etay deb sal sizni ketib qopti xiyolim. Rost pishqan bir naqshchi ekanligingizni ovozingizdan va shu asarlarni shundoq oxirigacha yaxshi qalbilik hissiyot ve avazınızın doğru işletip hem doğruluğu kontrol kılıp etişinizden pişkan nakışçılığınız bir vakıl buldu. Aygül malım işkimiz bir okutkuçunun okuğuçuları. Siz Aygül malımı basınız mı oxşaş, bana kelsiniz mi oxşaş. İkimizdeki oturuşta işkandak fenomen değişmeydi. Şu Aygül malımını tanlığınızga ben naitimi hoşalım. Oxşaş men tanlığım bilen beraber. Demek çoğunuz Aygül'ü beriveren mi ya? Aygül'ü kileyim. Lekin ahırda yanılam sizin tanlışınız muyum? Şu mende gap yok. Siz qandaq? Sizde qandaq gap yok? Mankelsiniz mi buldu demekçi men? Mu bulamdı ya çoğun mankili mi? Mu buludu. Çünkü bana o iş bakmadı. Çünkü Aygül malım bilen bir kadar tarih anlamak. Köngüller istibak ya. Tarih anlamak. Şununla bir yerde üzgülenmezlik meselesi yok. Köngülünüz kimde tatsa şu hesap. İhtiyar koyuyorsunuz ya. Öz ihtiyarınızda. Muavinaydı çoğun imkaniyet oldu. Mana sizden beşinizden de kaydırıp atkan bir kıyınçılık var. Malımlarına konulık yap kalamı. Birisini tallasam yani birisini. Hatırcam bulan. Fakat konulık gelmeydi bunun. Gördünüz mü davatıdı? Biz birbirimizge amrak, hürmet kılımız. O okuğuçum, meni okuğuçum, bu meni okuğuçum, onun okuğuçum dedemez mi? Konuğunuzda bir neslerini püküp atsız hazırman daha qarsam. Siz püküp durun ha? Başka fikir var mı? Yok. Qat'i yok mu? Ben sizin bugünkü nakşa altınızı qarab şuna baha berip ötme. Aygül malım, sizin bütün bir hayatınız bilen bendim bek yaxşı düşündük ki. Lekin man kelsiniz mi ziyan tatmaysız. Çatak yok. Elbette. Rahmet. Ziyan tatmaysız. Aygül men o ihtiyatsızlığın besip ketken kulağım biraz kaqsam aka. Şunda anlap ettim. Yine ben mandayım. Manda oyunu kitapı qarsam bayırım kitap kaptıligi men razı cuma men biraz besip ketkinigi meylim amsa. Hem de Aygül bilen balalık vaqtların aldın tatip bilişir ekensizler. Dostluk mikir muhabbet riştanlamayken Aygül'ün grupsuga bassanız mı buldu. Ama başkalarımızın grupsuga, menin gruppamga kelip, yani bundan keyingi basqıçlarda yani özümüzdeki özgüçe xas
yana bir yo'nalishda yetaklashlar bilan yana bir mengib baqsaq bo'ladi juma. Buni hamda agar Aygul Ma'lumni qaralab kelgan bo'lsangiz, mayadagi qaroringizni o'zgartirib baqsangiz bo'laveradi. O'zgartmasmiki bu do'stimniki irodasi. O'ylamagan ishlar yuz berib qelishi mumkin. U faqat mush ma'lumlarning qanday gaplarni undaroq qilishlari munosabatlik ta'sirlantirilgan bo'lsa o'zgarib ketishlar bor. Shundoq. Menimcha ustozlarningki qizg'inligi yaxshi. Siz o'ylashib bo'ldingizmi? O'ylashib bo'ldim. Naqsha tanlash ishimi bak muhim. Shundoq. Bu naqsha alayda qiyin naqsha emas. Musobaqaga nisbatan aytganda biz to'liq vaqtda mush naqsha oddiy bo'lib qopti deb o'tkazayotimiz chunki shu oddiy naqshni o'rinlamoq sal qiyinroq bir ish ba'zi vaqtda. Bu qizning bu naqshni qanday aytganligini ma'lumlar bildi. O'zingiz mush naqshni uzun aytib ekansiz deb o'ylab qoldim men. Jiq aytib ekansiz, ha? Yo'q, do'stlaringizmi? Adaş naqshni aytib degan naqshlarni ichida bu naqshga demoqchi. Bir kichik bolalarniki maktab munosabatlik bir naqshini aytdi, go'zal bak chiroyli ishlagan ekimkam. Shu siz aytib ekansiz-da shu naqshini. Biz u filmda shu naqshi hozir esimga keldi meniki. Aygul degandiki. Ahmet Qochqoynadan de. Bak chiroyli, go'zal. Siz unutib qoldingiz o naqshni? Aytib qolgani. Ahmet Qochqoynadan de. Zaman teşnadan ağa. Aylangım yok ay ata. Köz uçuk emağa, közü uçuk emağa. Dostlar beni mekteptin. Siz mi bildik siz? Bu Aygul şu naqshlar ta'sir qilib ekan shu chaqda. Biz amisa hal qiluvchi keleyli. Ve qayt o'ylanib astoydil tanlang juma. Ben yelkende tanlab kelgan deb o'ylab turolmay. Shunga sizlar gap qilmoqda valla. Haqiqiy men keling degan pozitsiyada gap qilinglar. Bu gap qilish usuli mu degan gap qo'shib qolgandan keyin bu ishkilishga boshlaydi. Ma'lumlarning nima demoqchi bo'lganini bilyapsiz ya? Tushundim. Ustozlarning mening naqshamni yoqtirib bana öğrilgeniga chin ko'nglimdan tashakkur aytaman. Xo'p. Biz ixtiyorni sizga beramiz. Oxirgi tanlashingiz. Mening eng oxirgi tanlashim Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video Ipek Guli Sadası programmamizda bo'lsin. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Hoş avaz. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaydı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter bileke. Büyük karvan varisi, aman yeter bileke. İpek yolu sadası, sevginin yok cigrası. Hoş